Xalqaro Turon yakka kurash federatsiyasi tomonidan O'zbekistonda ilk bor milliy sport turimiz Turon yakka kurashi bo'yicha Jahon Kubogi o'tkazilmoqda. Bu Jahon Kubogida okean ortidan Latin Amerikasidan Osiyo mintaqasidan kelgan 15 davlat ishtirok etmoqda. 500 ga yaqin sportchilar ishtirok etmoqda. Bugungi kunda ikkita yo'nalish bo'yicha Turon yakka kurashi bo'yicha erkin mashq va bellashuv yo'nalishlari bo'yicha har bitta yosh toifasida 21 tadan vazn toifasida janglar olib borilmoqda. Bugungi kunda eng yaxshi jamoalardan okean ortidan kelgan mana Chili, AQSh davlatlari, o'zimizning qo'shni davlatlarimiz Qozog'iston, Tojikiston sportchilari juda yaxshi qatnashmoqda. Asosiy maqsad bu avvalo bizning milliy iftiqorimiz bo'lgan, milliy g'ururimiz bo'lgan, milliy sport turimiz bo'lgan Turon yakka kurashni ommalashtirish. Bu asosiy maqsadi va shu bilan birga muhtaram prezidentimizning sportga qaratayotgan e'tiborlarini dasturiy amali bu. Jamoalarni biz O'zbekistonda va qolaversa boshqa davlatlardagi klublar asosida, ularning tavsiyasi asosida saralab qoldik. Shu joyga kelishi ularni bitta bosqichdan iborat bo'ldi. Kelajakdagi niyatimiz avvalo Turon yakka kurash sport turimizni ommalashtirish va targ'ib qilish. Har bir sport turining maqsadi bo'ladi. Bizning asosiy main goal deydi inglizchasiga aytgan bo'lsak, bu sport turi orqali biz millatimizni, milliy g'ururimizni ommalashtirish va qolaversa boshqa davlatlarda ham milliy federatsiya tashkil qilish va hamma sport turi orzu qiladi milliy olimpiada sport turlariga kirish. Men o'ylaymanki, biz Turon sport turimizni qachondir muhtaram prezident boshchiligida olimpiada sport turlariga kiradi deb o'ylayman, xudo xohlasa. O'z ustimda 5 yildan beri Turon yakka kurash bilan shug'ullanib kelaman. Hozirda 2 karra O'zbekiston chempioniman. Hozir ham jahon chempionatida tojikistonlik raqibimni yutib finalga yo'llanma oldim. Endi xudo xohlasa finalda ham zo'r janglar ko'rsatib, birinchi o'rinlarni olib O'zbekistonimiz bayrog'ini yuqorilarga ko'rsatishda va'da beraman. Turon sport turi bilan 5 yildan beri shug'ullanaman. 3 karra O'zbekiston chempioniman. Hozirda jahon chempionatiga tayyorgarlik bosqichlarini yaxshi olib borishga harakat qilib, musobaqaga qatnashishga kuch to'plab keldik.